Qayta tug'ilishimdan oldin men bir yomon kompaniyada xodim bo'lib ishlagan edim. Bu aqldan ozgan dunyoda hamma narsa yirtqich hayvonlardan olinadi. Yangi hayotimda men birinchi darajadaman, lekin mening noyob mahoratim bor. Bu mening o'ljamni S darajasiga qo'yadi. Nihoyat men Sekiroga qaytdim. Kutib turing, allaqachon yirtqich hayvonlar paydo bo'lganmi? Mening noyob mahoratim Anifal kanali taqdim etadi. Yo'q, mazali emas. Men bularni yeyishni xohlamayman, lekin qornim och. Sifatsiz sabzilar. Tezroq qayta qolsang-chi, pastkash. Yo xudoyim, qanchalar go'zal. Chikiro shahri juda ham faol, shunday emasmi? Bu yerdagi narsalar juda ham sifatli ekan. Bu sizmisiz, Ryota? Elza, ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Ha, endi qaytdingizmi? Nima? Kim bu? Men ikkalangizni ham tanishtiraman. Bu Celeste. Biz Ryota oilasi deb nomlangan partiya tuzmoqchimiz. Siz bu go'zal qiz bilan partiya tuzmoqchimisiz? Elza, nima bo'ldi? Yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Sizni qilgan ishlaringiz haqida juda ko'p mish-mishlar yuribdi. Men hayajondaman, chunki oddiy mijozlarimdan biri mashhur bo'ldi. Keyin bo'sh vaqtingizga hosil bayramida menga yordam bera olasizmi? Iltimos, bo'sh vaqtingizga meni do'konimga keling. Mayli, ko'rishguncha. Hosil bayrami nima? Men ham bu haqida ko'p narsa bilmayman. Bu ishni menga qoldirishingiz mumkin. Men va Emily hosil bayrami haqida ba'zi ma'lumotlarni bilib oldik. Ha, yaxshi, Celeste. Bu har yili Shikuru shahrida o'tkaziladigan festival. Ular maxluqlardan olingan tovarlarni namoyish qilishadi. Yaxshi, ular bu tovarlar bilan nima qilishadi? Ular uni o'ldirishadi. Nima? Ular tovarlarni adashgan maxluqqa aylantirib o'ldirishadi. Bundan maqsad molni ham, yirtqich hayvonlarni ham ko'rsatish. Ha, tushundim. Xo'sh, biz bu yerda nima qilyapmiz o'zi? Ha, rostdan ham. Siz bilan ajralganimizdan keyin men tezligimni S darajaga ko'tarmoqchi edim. Shuning uchun yer ostiga kirdim. Ryotaning tezligi 0 ga oshirildi. Men tezligimni oxirgi darajaga ko'tara oldim. Menda hali vaqt bor edi, shuning uchun 4-darajaga tushdim. Avvaliga menga ba'zi muammolar bor edi, ammo men u yerdagi yirtqich hayvonlarni yenga oldim. Ryotaning hayotiy kuchi 1 ga oshirildi. U yerdan topgan guruhlarimni shu qutiga solib qo'ydim. Nima? Bu yomon fikr emasmi? Adashgan hayvonlar. Hoy! Celeste, hammasi joyida, xavotir olmang.
Ryota asosiy zarbani oldi. Noyob o'qlar. Qiziqarli ko'rinadi. Va bu yana sodir bo'ldi. Adashgan hayvonlar o'lja qoldirishini bilmasdim. Bu narsa haqida faqatgina biz bilamiz, boshqalar bilmaydi. Buning uchun hech kimga aytmasligingizni istardim. Nimaga agar buni yashirmoqchi bo'lsangiz, nega menga aytdingiz? Chunki siz hozir biz bilan birgasiz. Bu nima edi? Nima? Bu yerda nima bo'lyapti? Noyob o'lja adashganga aylandi. Siz ham qochishingiz kerak. Emily, Celeste. Jahannam alangasi. Emily. Buni qo'zg'atish juda ham qiyin. Mana olg'a. O'z mahoratingizni ko'rsatish vaqti keldi. Qani olg'a. Buni tugatish vaqti keldi. Whoa, no way! Emily, yaxshimisiz? You okay? Men yaxshiman, lekin Siz yaxshisiz. Endi sizga yangi bolg'a sotib olamiz. Eng zo'r bolg'ani olamiz. nima bu men uchun behuda bo'lardi. Hozir buni to'g'rilasam bo'ldi. Didn't work. Ertaga yangisini sotib olamiz. Get you a new one. Yeah, okay. I'm so sorry. Bu to'g'rimi? Ha, Sato adashganlarni yengdi. Like Sato, he defeated the stray. Xush kelibsiz. Mening ismim Samit, qurol sotuvchiman. Town. Kechirasiz, nimani xohlardingiz? Why did you want to meet with us? Emilyning bolg'asi singanini eshitib qoldim. What happened to her hammer? Kecha sizning partiyangiz adashganlar bilan urushganida. Shunday qilib men sizga yangi bolg'a ko'rsatmoqchi edim. Allowing me to craft you a new one. Yangi bolg'ami? Ha. Sizning Ryota oilasi partiyangiz ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Biz Emilyga juda yaxshi bolg'a bermoqchimiz. Faqatgina men bolg'aga o'z belgimni qo'ymoqchiman. Nima? Men buni xohlamayman deb o'ylayman. Va'da beraman, bu sizga noqulaylik tug'dirmaydi. Men sizga bolg'ani tekinga beraman. Nima? Tekingami? Ha, bepul. Just keep using it. Men siz bilan ishlashni intizorlik bilan kutaman. Katta rahmat. Fantastic news. Endi ishlab chiqarish jarayonini boshlaylik. Agar biron bir iltimosingiz bo'lsa, menga xabar bering. Biron narsa so'rasam bo'ladimi? Hello! How are you, Mr. Sato? Salom, anchadan beri ko'rishmadik. Hali ham havo qutilari ustida ishlayapsizmi? Well, Nima bo'ldi? wrong or Afsuski, oxirgi paytda havo qutilari mashhur emas. Malika Marganetning mashhurligi kamaygandek. always been Menimcha odamlar havo qutilaridan charchaganlar. boxes. Boshqa narsani sota olmaysizmi? New and different. Boshqa narsa, masalan nima? Well, let me think. The pretty Balki Malikaning ichki kiyimimi? How's this? Shall I lift it a bit more? Shunday qilib, nima bilasizmi, biz buni qila olmaymiz. Yoki uzuklarnimi? Uzuklar sotishingiz mumkin. Agar Malikaning o'zi uzuklarni sotsa, bu o'ziga xos tuyg'u beradi. Siz daxosiz.
Men bunga roziman. Pardon? Xavf ostida qolganimda meni qutqarganingiz uchun rahmat. Thank you so much, Ryota. Qo'ysangizchi endi, meni o'rnimda boshqa bo'lganda ham shunday qilardi. Satosan, malikamizni qutqarganingiz uchun katta rahmat. Bizga uzuy g'oyasini berganingiz uchun ham. Rings that she loves. Sizni birinchi ring bilan tanishtirishga ruxsat berasizmi? First one. Nima? Lekin men hech nima qilmadim-ku. Iltimos, men senga birinchisini bermoqchiman, Sato-san. Honor. I want you to be my first. Nima? Right. Okay. Nima deb o'ylaysiz, Emilisami? Well, let's see. Menimcha men uni og'irroq va mustahkamroq qilishni xohlayman. Yeva, xush kelibsiz. Salom, past darajali qayerda? Level for me. Past darajalimi? Agar siz Yotani nazarda tutgan bo'lsangiz, u Nihomga ketdi. Bundan keyin Tiloloving, keyin esa Elzaning do'konida to'xtamoqchi edi. Birinchi navbatda Nihomga boraman. Katta rahmat. Bu narsa albatta darhol ishladi. Expected. Ryota o'ljani avtomatik ushlash va saqlaydigan sumkani oldi. Contains dropped items. Agar menda bu sumka bo'lmaganda, odamlar bu urug'larni olganimni ko'rishardi. Bu yomon bo'lardi. Horrible. Qanday bo'lmasin, pul ishlash vaqti keldi. I'm here. Low level. Three carrots. Bu yerda emas. Demak, Tilolo. Kechirasiz, Eva-san. What do you need, Eve? Past darajali qani? Qayerdasan? O'zingizga ehtiyot bo'ling. Yaxshi. Oh, looks wonderful. Yotasan, keldingmi? Welcome. Hey. Xo'sh, men sizga hosil bayramida qanday yordam bera olishim mumkin? Oh, right. Kutib turing, siz hosil bayrami nima ekanligini bilasizmi? Works and why we have it. Yeah, pretty much. Biz ovlagan yirtqich hayvonlarning mahsulotlarini adashganga aylantirib, keyin esa ularni o'ldiramiz. Agar shuncha ko'p bilsangiz, bu bizni vaqtimizni tejaydi. Men sizdan olish qiyin bo'lgan o'ljalarni yig'ishingizni so'rayman. That are more difficult to get. Tushundim, siz noyob o'ljalarni nazarda tutyapsiz, to'g'rimi? I do. Va men sizga hammasi uchun to'layman, xohlaysizmi? Are you sure you're okay with it? Hey, you're Albatta, axir siz men uchun juda ko'p ishlar qilasiz. you back. Katta rahmat. U holda buni oling. Take this with you. Bu biz hali topa olmagan noyob o'ljalar ro'yxati. Gapingizni bo'lganim uchun kechirasizlar. Nima deyapsiz? Mana men olib kelgan narsadagi 40 ming bello. Nima bovdi tagidan kamroq o'zgarish? Bu uchun uzr. Sorry about that. Pulni tashlab ketgan demaslar uchun mas'ul shaxs korrupsiyada aylanib hibsga olingan. For corruption. Shunday qilib, hozirgi vaqtda pul aylanishi sekinlanib qolgan. Kutib turing, pul demasdan qazib olinadimi? Ha, bu rost. Where else would it? If that's the case, Men uni adashganga aylantirishim kerak. that should become a stray. Hey, director, over here. Catch! Why am I doing the title card all by myself when it's not even my episode? Bu ishladi. Hoy, to'xta, mendan qochma. Asking for 10 grand. Gotcha. Bu nima? Ryota 10 daqiqa davomida o'simlik ekstradini 3-darajaga chiqaradigan dozani oldi. 3 ranks for 10 minutes. Ooh. Lekin bu menga kerak emas, chunki mening barcha o'ljalarim S darajasida. Va nihoyat seni topdim. Past darajali. Iltimos, menga sabzi topib ber.
Agar senga shunchalik sabzi yoqsa, nega partiyadoshlaringdan so'ramaysan? Juda ham bemaza. Sizning sabzilaringiz juda ham mazali, shuning uchun men ulardan ketdim. Nima? Nega? Men ulardan juda ham farq qilaman. Siz guruh bo'lganmisiz? Men shunchaki sabzi istaydigan quyonman, ular esa boshqa narsalarni xohlashadi. Ular doim shunaqa bo'lishgan. Har doim rostdanmi? Quyonlar juda ham kuchli. Men o'zimni himoya qila olaman. Quyonlar biladi. Partiyadagi hamkasblar bezovta qiladi. Bu yaxshi emas. Qani, Eva? Faqat go'sht iste'mol qilmang, biroz sabzavot ham iste'mol qiling. Men sabzavotlarni juda ham yomon ko'raman, jirkanch. Men go'shtni yaxshi ko'raman. Siz baribir yeyishingiz kerak. Partiya a'zolari zerikarli, men ulardan nafratlanaman. Hi there. Nima? Bu qanday g'alati sabzi? Carrot. Bu perili uyimi? Haunted house? Sen sabzi emas, sen odammisan? Siz arvohmisiz? Ghost? Arvoh sigirmi? Yo'q, ammo o'lim buyvoli. A death buffalo. Bu qavatdagi yirtqich hayvon. A real monster? Qani, olg'a. That was so cool! Huh? So where Buni qanday qildingiz? Men ham shunday qila olamanmi? Men ham yirtqich hayvonlarni yo'q qilmoqchiman. Qani ketdik, menga o'rgating. Iltimos, menga o'rgating. okay, I can try. Take that! Hozir uni tashla. Okay. Oh, Sabziga aylanib qoldi. get rid of it. Nima? Nega? Why? Men sabzini yomon ko'raman, jirkanchli. Ovqatni tanlab isrof qilmaslik kerak. Shunday qilib keling uni bo'lamiz. Men hech qachon sabzi yemayman. Siz buni ham xohlaysizmi? Olishingiz mumkin. Enjoy. Siz yaxshisiz. Endi biz siz bilan partiyamiz. Xo'p, endi biz partiyamiz. Party, aren't we? Nima? Siz qayerda edingiz? Biz juda xavotirda edik. Eshitding, katta sigir mag'lub bo'ldi. I'm a giant cow. O'shandan beri men mazali sabzi izlab, sabzi sevadigan quyon bo'lib qoldim. Delicious carrots to eat. Hammasi o'sha bola tufayli partiyadoshim. My party mate. Bu degani partiyalar yomon. Menimcha siz juda ham qattiqqo'lsiz. Agar sen sabzilarni juda ham yaxshi ko'rsang, ularni o'zing uchun olishing kerak. Men qila olmayman. Darajaga vegetarianlar urushi. Men juda ham jirkanchli sabzi olaman. Oh. Well, Unda menda siz uchun bitta narsa bor. What is it? Bu sabzi emas. Buni o'ylamang, uni shunchaki iching. Bu rostdanmi? Albatta, agar siz D darajadagi o'lchalarni olsangiz, u 3 pog'ona ko'tarilib A darajaga ko'tariladi.
Urinib ko'ring. Try. Endi tatib ko'ring. Taste it. Bursting with crunchy sweetness. Bu aniq darajali sabzi. Bundan tashqari men buni o'zim olganimdan juda ham xursandman. Juda ham mazali. The most delicious part. Bu eliksirni qayerdan sotadilar? Where did you get it? Kechirasiz, lekin buni hali hech kim sotmaydi. Anywhere Bu eliksirni faqatgina olish yo'lini men bilaman. to acquire. Past darajali. Yeah? Menga partiyangizga qo'shilishga ruxsat bering. Nima shunchaki oddiy so'rasangiz ham bo'ladi. Undan tashqari partiyadoshlarini yomon demaganmiding? Men nohaq edim. Partiyadoshlar juda ham yaxshi. Menga tortishish va mazali sabzi berishadi. Carrots I want. Sizni hamkasblaringiz bunday qilmagan, lekin men Iltimos, men hamma narsa qilaman. yaxshi, siz meni partiyamga qo'shilishingiz mumkin. Party, just get up! Past darajali, men seni yaxshi ko'raman. Men qaytib keldim. Yoda, buni qarang. Got my new hammer, Yoda. Meni yangi bolg'am tayyor. I'd like to use it. What's up? I mean, Bugun nima bo'ldi? Haqiqatda bu Eva u Ryota oilasiga qo'shiladi. Expressed interest in joining our party. Ura, bizning partiyamizga xush kelibsiz. Past darajali, men seni yaxshi ko'raman.